Assalomu alaykum, muhtaram kuzatib boruvchilar. Bugungi qisqacha mashinamizni obzorimizni sizlarga tanishtirib chiqaman. Proporsionovka qilib berganmiz trekker mashinamizga. Bunga qo'yilgan jihozlari bilan tanishtirsam, 48 talik tabletga zapaskan joyga shumkalar bilan ideal qilib joylashtirib berganmiz. Oldi qismiga qo'yilgan jihozlarni birma-bir tanishtirib chiqaman. Bunga Nordic italyanskiy reduktor, Basco 24 Polsha original Yevropa gaz miya bo'lyapti. Injektorimiz Royal italyanskiy injektor bo'lyapti. Keyingi trekkerimizga ham xuddi shu komplektda, full komplektda uстановка qilib bermoqdamiz. Va oxirgi trekker mashinamizga ham proporsionovka qilib berdik. Bunga ham italyanskiy reduktor, Nordic original reduktor qo'yib berganmiz. Injektorimiz Royal italyanskiy injektor Basco Avansi 32 ga tur bo'lgan bunga. Cheklari yonib qolmaydi. Orqa qismiga tabletkani joylab berganmiz. Shumkalarni ideal qilib 48 talik zapaskan joyiga. Kimga agar mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.